Assalomu alaykum, Cherry Urganch obunachilarimiz. Sizlar bilan birgalikda bugun bizda eng sotuvi katta bo'lib turgan, o'z tan narxi arzon, lekin sifatli bo'lgan avtomobillarimizdan birisi Tiggo 8 Pro avtomobilini luxury komplektatsiyasi, ya'ni birinchi pozitsiyasi. O'z tan narxi 399 million 900 ming so'm bo'lib, buni istasangizlar naqd, kredit, leasing, рассрочка bo'lib olsangizlar ham bo'laveradi. Avtomobilimizning naqd oluvchilari 25 million so'm maxsus foydasi ham mavjud hozirgi kunda. Endi bu birinchi komplektatsiyada turibmiz. Birinchi komplektatsiyamizda navlar giradi. Sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Motorimiz 1.6 turbo motor, GDI motor bo'ladi, 186 ot kuchi. Shahar yerida 8-9 litr atrofida benzin rasxod bo'ladi. LD kameralari 360 gradusni, LD parktronikalari, to'liq LED optikalari bo'ladi bu avtomobilimizda. Endi birinchi komplektatsiyamizda hozir 18 razmerdagi konni diskalar bo'ladi, yumshoq bo'g'imlari bilan. Bakoylarimiz ham yilni oluvchan bo'ladi, o'zini 360 kameramizning kameralari va logotip tashib turadigan fonarlar ham bo'ladi. Salonimizning ichi luxury komplektatsiyamizda qora rangda bo'ladi, ko'jalari ko'rib turibsizlar, skromniy qora svetda bo'ladi. Bundan tashqari salon osveshcheniyasi, panorama lyuki, eshiklarimiz, obshivkalari ham hamma yerlari koja kombinatsiya qilib ishlangan bo'ladi. Bunda ishlatiladigan plastiklar ham eng sifatli plastik bo'ladi, qirchilib, chiziq tushib yomon bo'lib qolmaydi, восстановляющий hisoblanadi. Bu avtomobilimiz ham 7 o'rindiqli hisoblanadi. Bemalol oilangiz hajmi katta bo'lsa, o'rnashib, harakatlanib ketsalar bo'ladi. O'rta qatorimiz ham bemalol 3 kishi hech bir-birini xalaqit bermasdan joylashib ketsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, orqa eshiklarimizdan даже salon osveshcheniyalarimiz mavjud bo'ladi. Ham 64 xil rangda yonadi. Avtomobilimiz to'liq otsinkovniy, zanglamaydi, churimaydi materiali. Bu avtomobilimizning orqa tarafida xrustalniy LED optika faralari uzviy bog'langan holatda yonadi. Elektronniy bagajniklarimiz. Arqa komplektatsiyalardan nima farqi bor deganda, diskasida keyin salonning ichi qora rangida, keyin bunda usilitel bo'lmaydi, usilitel joylashmagan. Arqa komplektatsiyalarida esa zvukovoy usilitellarimiz joylashgan bo'ladi. Bu avtomobilimizda cruise control mavjud. Obduf, obogrev, boranda холодильник, telefon bespроводноyimiz, panorama lyukimiz, aytib o'tganimizning slipoy zona datchiklarimiz, multimediamiz, elektrousilitilniy rullarimiz mavjud bo'ladi. Polniy sensorli upravleniyalar bo'ladi, klimat upravleniyalarimiz. Bundan tashqari avtomobilimizda голосовой assistentimiz ham bor. Ya'ni siz o'zingiz kirizilgan buyruqlar yordamida o'zingizga kerak bo'lgan xizmatlardan foydalansangiz bo'ladi. Голосовой boshqarish tizimi orqali. Ko'rib turibsizlar, ichki interyerida podstakanlik, telefon bespроводной, avtomobilimiz Eco, Comfort, Sport 3 xil rejimda harakatlanadi. Bu yerda optikalarimizni, LED faralarimizni boshqarish konsoli. Keyin borimiz ham kattagina plus холодильник ham mavjud. Даже ochib qo'yadiganlarimizgacha bu avtomobilimizda. Даже avtomobilimizning akustika sistemamiz ham Sony brendidan deyishsa bo'ladi. Bu ham muzikani, videoni, barcha zvuk sistemasini diniq va ravon eshitishda yordam beradi. Endi avtomobilimizda hozirgi kunda muddatli to'lov dasturlari amaliyotda turibdi. Shular haqida qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, misol 30% to'lansa oldindan 18 oy muddati, 40% bilan 24 oy, 50% to'lasangiz 36 oy, 60% to'lasangiz esa qolganini 5 yil muddatda hech qanday foizlarsiz olib xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobillarimiz bizning Cherry Urganch avtosalonimizda наличие tayyor, istasangiz qora, istasangiz oq, istasangiz izumrud svetlar, istasangiz narda grey svetlar ham mavjud. Bemalol bizning shu Cherry Urganch avtosalonimizga tashrif buyursangiz, kredit asosida xarid qilsangiz bo'ladi, hozirda temporalar qilsangiz bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Hammangizni